Assalomu alaykum. Trak haydovchilar uchun yana qo'shimcha navbatdagi video qilib beraman. Bilmay qolgan haydovchilar uchun ushbu videoni boshdan boshqaruv vaqtida tomosha qilmasliklarini iltimos qilaman. Ba'zi haydovchilar yo'lda yurganda ichkariga tashqaridan kuyayotgan nimadir kirikayotganini aytib qolishadi. Shu narsani o'zim ham bilmagandim. Shuni yaqinda o'rgandim va shu narsani sizlarga ham ulashmoqchiman. Masalan, trakka tepa qismi, qismida Volvo degan yozig'i bor. Buni men faqat Volvo haqida aytmoqchiman. Freightliner bunaqa emas. Demak, Volvoning tepa qismida yozuvi bor. Shuni men hozir ko'rsatib tushuntirib bermoqchiman. Qanaqa bo'lishini. Mana hozir ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam, mana motori tepa qismida Volvo degan yozuvi bor. Hozir ko'rsataman. Mana shu Volvo degan yozuvi ba'zida mana chiqib ketishi mumkin ekan. Chiqib ketib qolishining sababi bu oddiy bir mana klipslar turar ekanda, mana bunaqa mana klipsi sinib qolgan, mana shu joylar mana. Mana shu sinib qolgan klipsasi mana mashdan chiqib ketdi. Juda oddiy bir qotirilmagan mana shu klipsida turgan narsa ekan va chiqib ketib qolishi ehtimoli bor ekan. Mana hozir men u yoq tomonga nima hozir men ko'rsataman. Mana bu yoqqa tushib ketib qolishi mumkin ekan mana shunaqasiga. Demak, mana shu ikki oralig'i bor. Mana shu oralig'iga tushib ketib qolishi mumkin ekan. Endi bu har bir holatda emas, balkim shunaqa kuzatilar ekan. Bu qolishi ehtimoli va mana shuni ko'rsatib bermoqchiman qanaqa qilib tushib ketib qolishi mumkinligini. Mana, demak, mana shu Volvo yozuvi mana shu oralig'ida tushib qolishi ehtimoli bor ekan. Demak, mana vibratsiyada sakraganda, chuqurga tushganda mana shu bundoq tushib pastga mana shu oralig'iga tushib qolishi ehtimoli bor ekan. Tushib qoldi. Demak, bu narsa bilinmaydigan darajada. Mana hozir sal nimadan ko'rsa, mana hozir tushib qolgan boyagini nima qilganim, hozir buni faqat mexaniklar yaxshi tushunganlar bilmasa, mana tushib qolganini bilmagan holda mana shu ahvolda yuradigan bo'lsa, motori qiziganida bu erib ichkariga keyin ana zaslonkasi agar ochiq bo'lib qolsa, kabinaga o'sha kuygan narsani hidi kelaveradi. Agar mabodo kimdadir o'sha kabinaning ichiga kuygan narsani hidi doim ravishda kelayotgan bo'lsa, men bilmagandim, hozir haydovchida doim ravishda keladi, men bila olmayman qatdan deganida, shuni bir nima Alloh rozi bo'lsin bir tushungan bir nima menga shunaqa sabab bo'lishi mumkin dedilar. Demak, orasiga bilmagan darajada tushib qolganda, o'sha eriganda, kuyib ichkariga shuni o'tish ehtimoli bor ekan. Yana bir bor bu har bir holatda emas, balkim ba'zi holatda bo'lganda shuni tekshirib ko'rishni men tavsiya qilaman. Agar shu bo'lgan bo'lsa, demak o'sha sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Video foydali deb hisoblasanglar, bilmaganlar uchun yuborib qo'yishlar mumkin.